bola uchun, bolani rivojlanishi uchun eng muhim period aslida 3 yoshgacha. 3 yoshgacha qilinadigan ishlarni vaqtida qilish muhim. Bundan keyingi period 3 yoshdan 7 yoshgacha. 7 yoshda deyarli bolani miyasini faolligi 80-90% shakllanib bo'ladi. Bundan keyin uni nima qilmasangiz ham rivojlanish bo'ladi. Lekin u yoshdagi qilgan harakatingizga teng kelmaydi miqdori. Ya'ni harakatga masalan 7 yoshgacha to'g'ri ishlarni hammasini vaqtida qilganingiz, 7 yoshdan keyin undan 10 karra ko'p harakat qilganingizdan ham muhimroq bo'ladi va yaxshiroq samara beradi. O'shanga biz boshidan tushuntirishga qaror qildik. Bu bitta seminar bo'lmaydi. Bir oyda bir marta uchrashamiz. Kim xohlasa keladi, kim xohlamasa bizga ko'p murojaat qilishdi. Blogerdan yozishdi, men video bo'lsa ko'rarmiz. Bizga ham qiziq qanaqadir bir yangilik yetsanglar, agar o'sha yangiliklardan foydalanamiz degan gap bo'ldi. Hozir yaxshi tomoni anaqada internetda ma'lumotlar o'zi yetarli. Ko'p ota-onalar o'z internetdan ham bolani tarbiyasiga oid, bolani tarbiyasi emas, ta'limga tayyorlashga oid ma'lumotlarni topa oladi. Lekin buni qandaydir tizimlashtirilgan holatda topish kerak. Ya'ni albatta juda ko'p manbalarni ko'rib chiqish kerak, juda ko'p manbalarni o'qib chiqish kerak. Ana o'shadan keyin xulosa qilib bitta masalada mamlakat ekan, mana bu masalada mamlakat ekan deb qanaqadir bir xulosaga keladi. Biz harakat qilib ko'rmoqchimiz, shuni sal tizimlashtirib, soddalashtirib, odamlarga, xalqqa tushunarli qilib berishga va shu orqali biz xursand bo'lamiz agar kimgadir bu foydali bo'lsa va shu orqali bolalari yanada bilimli, saviyali bo'lib voyaga yetishiga bu qandaydir yordam bera olsin. Bugun buni ingliz tilida overview deydi. Biz umumiy tug'ilgandan boshlab 16 yoshgacha bo'lgan asosiy masalalarni eslatib o'tamiz. Batafsil qaysidir masalaning ichiga chuqur kirishga vaqtimiz yetmaydi, chunki u agar bolani miyasini rivojlantirib, intellektual rivojlantirib voyaga yetirish to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu soatlar, kunlar muhokama qilinadigan masala. Keyingi uchrashuvlarda, masalan, bir oyda bir marta qiladigan bo'lsak, ustiyroq, ya'ni kichikroq mavzuni olib, o'sha kichikroq mavzuni sal kattaroq ochib berishga harakat qilamiz. Qaysidir joyda psixolog kerak bo'ladi. Qaysidir joyda o'sha mavzuga oid masala bo'lgan vaqtda psixolog chaqiramiz yordamga, o'zini nuqtai nazaridan yondash. Qaysidir joyda o'zimizga pedagoglar xulosa qilib qanaqadir bir ma'lumotni qaymog'ini berishga harakat qilamiz. Endi qisqa gaplashamiz, lekin oxirida qanaqadir savol-javob bo'ladigan bo'lsa, u ham muhokamani juda boyitadi. Bir nechta narsamizni eslashimiz kerak. Birinchi narsa, boshida aytganimdek, bolaning miyasini rivojlanishi, neyron svязь paydo bo'lishi, bolani miyasi faollashishini 80% 3-4 yoshgacha bo'ladi. 80%. Demak, biz aynan 3-4 yoshgacha bo'lgan periodda, davrda bolani rivojlanishiga eng ko'p e'tibor qaratishimiz kerak. Eng ko'p e'tibor qaratish kerak deganida ko'plar o'sha pedagogikada o'zi bo'linish bor, sensorik rivojlantirish, nutqni rivojlantirishi va motorikasi. Ya'ni sensor rivojlantirish bu sezgi organlarining rivojlanishi, bola dunyoni ko'z bilan, quloq bilan, qo'l bilan, his qilish bilan o'rganadi. Qanchalik tez o'rgansa, qanchalik ko'p o'rgana olsa, shu vaqtda o'shanchalik miyasi tezroq rivojlanadi. Ya'ni o'sha vaqtda bolaga qo'l bilan o'ynaydigan bevosita o'sha deyarli bola 6-7 oydan boshlab sekin emeylashga o'tadi. O'sha vaqtgacha ham qo'liga berib qo'yilgan o'yinchoqlar bo'ladi. Imkon qadar bola qo'li bilan ushlaydigan narsalar ko'zi bilan ko'radigan joyda ko'p bo'lishi kerak. Imkon qadar ko'zi bilan ko'radigan joylar degani bu sayrlarga olib chiqish, oddiy mahallaga chiqish, ko'chaga olib chiqish, daraxtlarni ko'rish, odamlarni ko'rish, turli turfa shakllarni ko'rish muhim. Uyda bo'lgan vaqtida qo'lida nimadir ushlab o'ynashi mumkin. Qo'li bilan aynan shu tegib turib, taktilniy kontakt bo'lib turib ushlashi mumkin. Suv bilan o'ynaydimi, qum bilan o'ynaydimi, turli
donlar bilan o'ynaydimi? Endi uni albatta og'ziga solish mumkin emas bo'lgan narsani xavfsiz masalaligini ota-ona bilish kerak. Masalan, 3 yashar bolaga o'sha turli mayda donlar bilan o'ynashga berish mumkin. Albatta uni 1 yashar bolaga bermaysiz bolaga. O'yinlar orqali o'sha narsalarni o'ynash, sezish orqali bola rivojlanishi tezlashadi. Ikkinchi masala bunut rivojlanish. Juda ko'p ota-onalar xato qiladi. Bolam hali gapirishni bilmaydi-ku, men u bilan nimani gaplashaman deydi. Ate cheche qilib, masisu qilib, u bir 3 yoshgacha yetaveradi bola. Bola bilan qancha ko'p suhbat qilsangiz, gaplashsangiz, gapiradigan oddiy tilingizda musu qilib emas, gapiradigan oddiy tilingizda sizni tug'ishingizni bola taniydi, ota-onaning tug'ishini bola taniydi va to'liq qabul qiladi. U tug'ishdan qo'rqmaydi. So'zlarni dona-dona gapirib turib, bolaning oldida qancha ko'p gaplashilsa va bolaning o'zi bilan qancha ko'p gaplashilsa, tushunsa, u bolani miyasida til nutqini rivojlantirishga, tezroq rivojlantirishga juda katta asos bo'ladi. Va taxminan bola gapirishni boshlagan vaqtlarida turli bolalar turli yoshdan gapira boshlaydi. Bir xil bolalar 1 yoshdan sal o'tgandan keyin so'zlar ayta boshlaydi. Bir xillar 1,5 yoshda boshlaydi. Lekin normal aqliy rivojlanayotgan bola 2 yoshda to'liq gaplarni gapira oladigan bo'ladi. Siz gapirasiz, tushunadi, o'zini gapini, oddiy gaplarni ifoda eta oladi. O'sha 2-2,5 yoshdan boshlab iloji bo'lsa undan ham oldinroq agar bola nutq tezroq chiqargan bo'lsa, bolaga asta-sekin o'qishni boshlash kerak. Ertaklarni o'qishi, bolaga tushunarli tilda yozilgan eng kichkina bolaga mo'ljallangan ertakchalar bor. Rasmli ertak kitoblari bor. Imkon qadar o'sha rasmli ertak kitoblardan turli hayvonlarning nomini aytib o'qishni boshlash kerak. Bu nutqini rivojlanishi va bola tezroq ko'proq so'zni yodlab olib turib, uni ifoda eta olishi, gapira olishi va fikrlay olishiga olib keladi. Motorikani gapirdik, motorikada u umumiy motorika bor, keyin mayda motorika bor. Bola imkon qadar 3 yoshgacha bo'lgan davrda biz ko'plar endi ming afsus, ko'plar kichkinaroq uylarda maydon cheklangan joylarda yashaydi, lekin o'sha yerda ham bor imkoniyat bor. Bolada harakat qilishga erkin maydon bo'lishi kerak. Qancha o'sha maydon katta, qulay bo'lsa shuncha yaxshi. Ya'ni bemalol o'zi qancha ko'p holda o'tirib turib, emanglar, bu yoqqa borib, qanaqadir baryerlarni ustidan o'tishlarini agar imkoniyati bo'lsa ta'minlayversanglar, yasto'la bo'ladi holda tashlab qo'yishingiz mumkin. O'shaning ustidan o'tishlari, qanaqadir kichkina pastroq bo'ladigan divanchaga chiqib olishi, tushib olishi har bitta harakatda bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Va 2 yoshdan boshlab turib, albatta imkon qadar har bitta bolaga nafaqat o'sha rasmli kitoblarni ko'rish, balki qo'lida qog'oz qalam bo'lib turib, nimanidir chizish, nimanidir bo'yash. U chizib bo'yash nimani ahamiyati yo'q. U bola o'sha qalamni ushlab turib, qog'oz ustiga qo'yib turib, nimanidir bo'yashga harakat qilgani, nimanidir chizishga harakat qilgani o'zi kifoya. 2 yosh, 2,5 yashar bola. Lekin shunga imkoniyat bo'lish kerak, bolada shu narsalarga do'stlik bo'lish kerak, bolaning qo'lida shu narsa yonida bo'lish kerak. Ota-onalar roli to'g'risida gapiramiz. O'sha birinchi slaydga albatta hamma narsani ota-ona tushunib turib, shuni ta'minlashni o'z yo'liga, lekin biz 2-3 ta narsani qo'shimcha qilib aytamiz. Birinchidan emotsional xavfsizlik. Birinchidan emotsional xavfsizlik. Juda ko'plarimiz e'tibor bermaymiz. Bola miyasi u nafaqat tug'ilgandan keyin 3 yoshgacha, balki ona qornida bo'lib 4-5 oydan o'tgandan keyin ham ovozga reaksiya qiladi. Ovozga reaksiya qiladi degani qattiq tovush, nimani tovushi bo'lganidan qat'iy nazar bolani qo'rqitadi. Stress holatiga tushirish mumkin. Bu qattiq tovush to'yxonaga 1 yashar bolani ko'tarib borganingizda bo'ladimi? Bu qattiq tovush mashinada ketayotganingizda musiqanimi yoki любой narsani baland qo'yib qo'yganingizda ham bo'ladimi? Yoki uyda ota-ona, atrofdagi odamlar qattiq tovushda urishishi, janjal qilishi, baqirishi bo'ladimi? Har qanday qattiq tovush bolani miyasini stressga tushirishi mumkin. Har bitta stress bolani miyasini rivojlanishini sekinlashtiradi. Ayrim holatlarda 3-6 oyga to'xtatib ham qo'yishi mumkin. Bolani qo'rqib ketish darajasiga bog'liq. O'shaning uchun imkon qadar o'sha xonadonda
televizor tovushi bo'ladimi, radio tovushi bo'ladimi, odamlarning tovushi bo'ladimi, nimani tovushi bo'lgandan qat'iy nazar balandligini regulirovka qilish kerak. Hatto ota-ona bir-biri bilan gaplashayotganda ham qattiq gapirmaslik kerak. Urushmayotgan taqdirda ham. Va bitta narsani ko'pchiligimiz esimizdan chiqaramiz, emotsional xavfsizlik. Umuman bola o'zini xavfsiz his qilishi 3 yoshgacha faqat onani oldida bo'ladi. Faqat onani oldida bo'ladi. Ona ketdimi yonida, mayli bir kunga bo'ladimi, ertalabdan kechgacha bo'ladimi, yo onani o'rniga yangichkani olib kelib qo'yib turib, yenagani olib kelib qo'yib turib, bolani o'shanga topshirib, ona ishga chiqib ketishi bo'ladimi? Bola to'liq o'zini xavfsiz qilmaydi. O'sha davrda bolada qanaqadir ichki qo'rquv turadi va u albatta uni rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ona doim ko'zini oldida bo'lishi yoki umuman o'sha yoni atrofida chaqirganda, baqirganda birinchi bo'lib ona kelishi bola uchun eng muhim narsalardan bittasi. Eng muhim narsalardan bittasi. Buni endi kimdir ta'minlaydi, kimdir ta'minlamaydi. Lekin aslida bola uchun eng muhim narsalardan bittasi shu bo'ladi. Nutq rivojlantirishni gaplashdik, bola bilan gaplashish, suhbatlashish, unga kitob ertak o'qib berish va albatta bitta narsani tushunishimiz kerak. 3 yoshgacha bola dunyoni anglash vaqtida begona har qanday odamni uni xavfsiz zonasiga kirgandek qandaydir bir stressdan qabul qiladi. Imkon qadar o'sha vaqtida ota-onasi oldida bo'lmagan vaqtda begona odamni qo'liga topshirib qo'yish holatlari bo'lmasligi kerak. Muhit turli ko'rinishdagi o'yinchoqlar, yoshlarga mos surat kitoblar, tinch muhitda gapirdik. Endi turli ko'rinishdagi o'yinchoqlar deganimizda imkon qadar turli teksturali o'yinchoqlar bo'lish kerak bo'ladi. Turli shakldagi o'yinchoqlar bo'lish kerak, turli razmerdagi o'yinchoqlar bo'lish kerak. O'sha har bitta shakl, har bitta razmer, har bitta tekstura bolani sezgi organlarini rivojlanishiga yordam beradi. Mягкий guruchka bo'ladimi, tvordiy guruchka bo'ladimi, plastmas kukla bo'ladimi, plastmas mashina bo'ladimi, turli bolachalarga mo'ljallangan rivojlantiruvchi o'yinchoqlar bor hozir. Dumaloqga tiqadigan, uchburchak shaklga tiqadigan, to'rtburchak shaklga tiqadigan hozir o'yinchoqlarni turfaligi toifalari ko'payib ketdi, undan foydalanishimiz mumkin. Va rejim. Ayniqsa o'sha kichkina bola vaqtida 3 yashar bo'lgan, undan keyin 6 yashar vaqtgacha ham rejimni qat'iy saqlash bu bolaning miyasida ritm shakllantiradi. O'sha ritmga muvofiq hayot kechirishi, uni miyasining sokin bo'lishi va tezroq rivojlanishiga ta'sir qiladi, ijobiy ta'sir qiladi. Ya'ni rejim bo'lishi shart. Turish vaqti, yotish vaqti, ovqatlanish vaqti aniq belgilangan rejimdagi holatda bo'lishi shart. Albatta, bola talab qilganda ovqatini berasiz, lekin talab qilganini berishingizdan tashqari balki kechasi uxlatadigan vaqtingiz bor, ertalab turg'izadigan vaqtingiz bor. Emizadigan bola, emizishdan chiqqan bolani ovqat berish vaqti tayin bo'lishi kerak. Nimadan biza qo'rqishimiz kerak? Bola 3 yoshgacha bo'lgan vaqtda. Eng bugungi kundagi katta muammo, eng katta tahdid bu ekranlar. Bu televizor ekrani, bu telefon ekrani. Eng katta tahdid shu. Juda ko'p odamlar, ayniqsa aytaylik sal nima desa bo'ladi, bandroq odamlar deylik, bolasini shu yig'lashidan, u bilan vaqt o'tkazishidan voz kechib turib, televizorda multfilm yoqib bering, multfilmdan rus tilini o'rganadi, yoki ingliz tilini o'rganadi, shakllarni o'rganadi, yozishni o'rganadi, gapirishni o'rganadi. Ko'plar yo multfilmga o'tkazib qo'ygan ekranda, televizor ekranida. Yo telefon o'yiniga o'tkazib qo'ygan. Telefon o'yiniga sal kattaroq bo'lgan. Bu yoshda telefon ekranidan ham ko'radigani o'sha asosan multfilm shaklidagi turli materiallar bo'ladi. Ekran evrimi juda yomon narsa. 3 yoshgacha umuman tavsiya etilmaydi. Sababi bolaga muloqot qilish zarur inson bilan. Chunki bolaga mana e'tibor bering, kichkina bolaga agar kulib turib gapirsa, sizga kulib turib bunday qiladi. Nimaga? U reaksiya qiladi, sizning mimikangizga reaksiya qiladi. Ekranga kulgani bilan reaksiya bo'lmaydi. Ekran unga gapirgani bilan bu ekranga gapirsa hech nima bo'lmaydi. Va ekranni tagida o'tirib katta bo'lgan bola, telefon ekranimi, televizor ekranimi,
Bunda kommunikatsiya juda past bo'ladi. Odamlar bilan chiqish ketish juda past bo'ladi. Odamlarning mimikasiga mimika qaytarish imkoniyati juda past bo'ladi va ko'pincha boshqa odamlar bilan muloqot qilishdan bu bolalar qo'rqadi. Shunaqa bolalar borki, biz ko'rganmiz u bolalar. Birinchi sinfga, nulovkaga 6 yoshda, 7 yoshda yetalab kelingan bolalar bor. U bilan gaplashaman desangiz, ko'zingizga qaramaydi. Pastga qarab oladi. Xuddi siz bugunga bir yomonlik qiladigan. Gapirishni biladi, sizni oldingizda gapiradi. Sizni oldingizda gapirmaydi. Ha, yo'q, isming nima? Temur. Bu yog'i yo'masam, agarda alohida olib, masalan, eng yaqin inson o'tirib gaplashsa, bemalol gaplashadi shu bola. Lekin sizni oldingizda mashinada yopib turadi. Nimaga? Chunki odamlar bilan muloqotga o'rganmagan, u ekran bilan muloqot qilgan. Muloqot emas, ekrandan olgan, u hech nimani bermagan ekran. Muloqot ko'nikmasi rivojlanmagan u bola. Bu birinchi problema. Ikkinchi problema. Ekranni oldida ko'p o'tirgan bolalar, haqiqiy muloqot kam qilgan bolalar deylik. Tili kelishadi. Kimdir tili 1,5 yoshdan gapira boshlasa, bir xil bolalar 3 yoshda zo'rg'a gapira boshlaydi. Aqlan sog'lom bolalar to'g'risida gapira olamiz. Aynan kasalligi bor, qanaqadir rivojlanishda orqada qolish, biologik asoslari bor bolalar to'g'risida gapiramiz. Aqlan sog'lom bolalar to'g'risida gapiramiz. Shovqin va stressni gapirishdik. Har qanday shovqin, har qanday stress kortizolni ko'taradi, stress holatiga tushiradi, rivojlanish to'xtaydi. Va o'shandan keyin siz bemalol 1 oy, 2 oy, 3 oy bolaning rivojlanishidan sekinlashtirib qo'ygan bo'lasiz. Agar hayotida doimiy ravishda 3-4 yoshgacha bola stressga tushursa, shovqinli vaziyatda har kuni bo'lsa, har kuni ota-onasining konfliktini ko'rsa yoki uydagi konfliktlarni ko'rsa, yoki baland tovushlarni ostida yashasa, masalan, kimdir yaxshi ko'rishi mumkin uyda baland qilib musiqani qo'yib turib, bir xil odamlar bor, yo'q qanaqa uy ishini qiladi, yo'q uyi tozalaydi, musiqani butun uyga yoqib qo'yadi. Bemalol futurasiz u bola ancha rivojlanishda ortda bo'lishi. Ortiqcha stimulyatsiya qilish, juda ko'p tovush, juda ko'p o'yinchoq miyani charchatadi degan bir fikr ham bor. Endi bu yerda to'g'ri tushunish kerak. Juda ko'p degan narsa, masalan, juda ko'p o'yinchoqning miqdori, soni to'g'risida gap ketmayapti. Qandaydir rivojlantiraman degan o'yinlarni bolaga xohlamasa ham qishtirib urish to'g'risida gap ketyapti. Bola xohlash kerak. Siz majbur qilib o'tkazib qo'yib, hozir majbur o'ynaysan degan narsa emas. Xohlaganda o'ynash kerak, xohlamaganda sekin o'zini tortish kerak. Ortiqcha stimulyatsiya ham foydali bo'lmaydi.